Farg'ona shahar markazida joylashgan 6,5 sotixlik hozirda narxi arzonlagan hovli uyini sizlarga ko'rsatish uchun kelganmiz do'stlar. Manzil tushuntirib o'tadigan bo'lsam, Kalsoyda joylashgan. Bu tomonda Teranova xususiy maktabi va Ko'ksaroy to'yxonasi joylashgan. Bu tomonda esa Bahor zapravka. Ko'rib turganingizdek, yo'lni bo'yidan ikkinchi uy 50 metrdan chiqmaydi do'stlar. Do'stlar, mana aytib o'tganimizdek, yo'lni bo'yiga bir qadam, yo'lni bo'yidan ikkinchi xonadon, tashqi fasadni ko'rib turibsizlar. Chiroyli holatda turibdi. Mana bu tomoni temir panjara bilan o'ralgan огород ham bularga qarashli. Tashqi taraflariga mana panjaralargacha qilib qo'yishgan. Fasadlari yaxshi holatda. Mana mahallasini ko'rishingiz mumkin. Mevali daraxtlar, salqin ko'chalar, yo'lga ham mana tor emas, kengina. Yana bitta aytib o'tamiz, gazdan umuman muammo yo'q. Mana gribi ham eshik tagida turibdi. Endi esa uyga kiramiz do'stlar. Do'stlar, mana endi hovlining ichkari qismini ko'rsatib o'tamiz sizlarga. Mana taxta darvozalarda kengina yo'lak ko'rib turganingizdek, stuyashkalar qilingan. Hovlining mana ichki fasadi o'rta holatda, romlar to'liq akfa romlarda bo'lgan, uzun toklargacha turibdi. Mana mevalar bo'lib yotibdi. Bu yerda mana grantlari ham mavjud. Bu tomonda ikkita xonasi bor, narsalari borligi uchun bu yerni ko'rsatib o'tirmaymiz. Va bu taraflardan ko'rsatsak sizlarga. O'rtada огород mavjud, mevali daraxtlar, o'zi mevalari ham o'sha hosilga kirib yotibdi. Bu yerda esa yozgi besetka ayvonchasi bor, joylashgan. Taxta so'rilar mavjud. Mana kichkina yana bitta ayvoncha, salqingina bemalol tomlanib o'tirish uchun. Bu tomonda esa hammom, sanuzel joylashgan. Ko'rib turganingizdek, narigi tomonda esa yana ikkita bitgan tayyor xonasi mavjud. Mana endi uyda ichkarilari bilan ko'rsatishni boshlaymiz. Mana kirishimizga birinchi kattagina zal, juda ham katta, kengligini o'zingiz ko'rishingiz mumkin do'stlar. Holatlari o'rta holatda turibdi. Bu tomonda esa yana bitta ichkari xonasi bor. Bu yerda yopib yuborishgan, ya'ni narigi tomonda eshik qilmoqchi bo'lishgan ekan. Bu yerda yana bitta xonasi bor. Ko'rib turganingizdek, uy to'liq taxtapol qilingan. Bu tomonda esa oshxonasi joylashgan, kirib ko'rishingiz mumkin. Kengina oshxona jihozlari bor, taomlanib o'tirish uchun bemalol joylarni qilib qo'yishgan. Do'stlar, hovli uyda mana bir tomonini ko'rsatdik. Bu esa ikkinchi tarafi, ikkita xonadonga bemalol joy mavjud, foydalanish mumkin. Bu tarafda hojatxonasi joylashgan. Bu yerda esa yana ikkita xonasi bor do'stlar. Kirishimiz bilan koridor va ikki yonda ikkita xona. Birinchi bitta xonasidan ko'rsatamiz. Hop, yaxshi holatda remontlari qilingan, ko'rib turganingizdek, polni taxta pollarda va aboylari qilingan, chiroyli holatda turibdi. Bu tomonda esa ikkinchi xonasi, mana to'liq taxta pollarda, yaxshi aboylarda. Bu ikkala uy pechka orqali isidi, narigi tomonlarda esa kotyol mavjud, otopleniyasi bor, ishlab turibdi. O'riklar ham pishib yotibdi do'stlar, muammo yo'q mevadan ham. Bu tomonda esa sauna joylashgan, kirib ko'rsatishingiz mumkin. Kengina joy.
Hurmatli kuzatuvchilarimiz, hovli uy sizlarga qisqacha tanishtirib o'tdik. Aytib o'tganimizdek, umumiy 6,5 sotixdan iborat va ikkita xonadon yashash uchun bemalol hamma shart-sharoitlar qilingan do'stlar. Hozirda $95,000 ga arzonlagan narxi, murojaat qiling. Bundan-da kelishtirib beriladigan joylar albatta mavjud. Yana bundan ko'proq hovlilar va kvartiralar bo'yicha ma'lumot olish uchun refar.uz saytimiz orqali batafsil ma'lumot olishlaring mumkin.